Hurmatli yurtdoshlar, maktabgacha va maktab ta'limi sohasiga doir davlat xizmatlarini ochiq va shaffof tashkil etish, ushbu jarayonlarda korrupsiyaviy holatlarga yo'l qo'ymaslik hamda inson omilini kamaytirish maqsadida qator ishlar olib borilmoqda. Xususan, bolalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti yoki umumta'lim maktablarining 1-sinfiga joylashtirish, o'quvchilarni bir maktabdan boshqa maktabga o'tkazish kabi jarayonlarni Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali onlayn tarzda yoki davlat xizmatlari markazlariga borgan holda amalga oshirish mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, maktabgacha va maktab ta'limi tizimiga tegishli ushbu yangiliklarni amaliyotga joriy etishdan asosiy maqsad sohada shaffoflikni ta'minlashdir. Mazkur davlat xizmatlaridan foydalanish davomida korrupsion hamda firibgarlik holatlariga duch kelsangiz, vazirlikning ishonch telefoni 71 kodi bilan 202 0909 raqami orqali xabar berishingizni so'raymiz. Unutmang, korrupsiyaga qarshi birgalikda kurashamiz.